Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz Ajib Onlar kanalidasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'ying. Bizlar 3 oycha qiz qidirib yurdik. Xolam bitta qizni aytib qoldilar. Bir qarindoshimizning yosh qizlari bor ekan. Shu yilning katta Hayit bayramida o'sha qizning uyiga mehmonga bordik va menga u qizni ko'rsatishdi. Yosh, chiroyli, mehmonlarga chaqqon xizmatlarini qilib qarashib yurardi. Maqtasa arziydigan, lekin boshida ko'nglimga unchalik o'tirmadi. Uyga kelib o'yladim. Otam olamdan o'tganlar, onam 67 yoshdalar. Oilada 5 ta farzandmiz. Opam va akalarimning oila tashvishlari, oyimlar ko'p qiynalganlar. Eng kichkina akamlarning hayotlari o'xshamagani sabab ularni yana uylantirish arafasimiz. Oyimlar qo'shaloq to'y qilib, birato'la qo'ynimdan yukdan qutulay deganlar. Bugun ko'rsatishgan qiz ham yaxshi, ancha obro'li, fayzli oilaning farzandi, ham qarindoshimiz, ishonchli oila. 3 opa-singilning eng kichkinasi. Qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Gap so'zlarimiz bir-biriga to'g'ri keldi. Qarindoshligimiz uchun ular ham bizani surishtirishmadi. Biz ham ularni surishtirmadik. Yana uchrashdik va to'yga rozi bo'ldik. Bir kuni qiz menga bir aybim bor dedi. 15 yoshimda agorodda opalarim bilan o'ynab yurib, reshotkadan qochib o'tayotgan paytim yiqilib tushganman va o'rtamdan ko'p qon ketgan. Adam, oyim, opalarim hammasi vahimada o'zlisi qonni to'xtatishga harakat qilib ketishgan. Doktorga olib borishmagandi. Oyim olib boraylik desalar ham boshqalar ko'nmagandi. Bokiraligimga ziyon yetganmi yo'qmi bilmaymiz. Vaqtida doktorga bormaganmiz. O'shandan tashvishdaman dedi va bu yig'lab gapirgan gaplarini onasi ham, xolasi ham, opalari ham tasdiqlashdi. Va qiz hech kim bilan bo'lmagan deb qasam ichishdi. Hammasi. Men esa yoshlari ulug' opa-oyimlarni o'yladim. Adam yo'qlar. Hozirgi qiyin zamonda akam bilan qo'shaloq to'y qilishimiz ozgina yengilroq bo'ladi. Akamga ham qarindoshdan qiz topilib bo'lingan. Agar yo'q desam, hozirgi ishonchsiz zamonda yana qayerdan qiz qarindosh oilaga topamiz? Xudoga tavakkal qildim. Fotiqamiz bo'ldi. Nikohimiz 2-oktyabrga belgilandi. ZAGSga bordik. Doktorlardan o'tishni boshladik. Men ishtaligim sababli u doktordan o'zi o'tdi. Men ham o'zim o'tdim. Doktor qog'ozida hammasi yaxshi edi. ZAGSga doktor qog'ozini olib bordik. ZAGSdan o'tishni 30-sentyabrga belgiladik. 26-sentyabr kuni pasportlarimiz va ZAGS pulini olib kelishimiz tayinlashdi. Boradigan kunimiz u qiz xolasi bilan ipodromda to'ylik bozorini qilib chiqishdi va men jiyanim bilan ularni bozordan olib ketdik. Abidlanib o'tirganimizda ular tashvishga tushib qolishdi. Qiz kashalogini bozorda yo'qotib qo'yibdi. Ichida sotkasi, pullari va pasporti bor ekan. Sirasi ipodromga qaytib bordik. Radiosiga e'lon qildik, militsiyaga etdik. Qaysi sotuvchini oldiga kirishgan bo'lsa, hammasiga kirib chiqdik. Yo'qolgan pasportni topish uchun hamma harakatlarni qildik. 3 kundan keyin ZAGSdan o'tishimiz kerakligi, bizning to'yimiz bo'layotgani, yo'qolgan pasport juda zarurligini tushuntirdik. Ipodrom rahbariyatiga ular astoydil yordam beramiz deyishdi va topilsa xabar beramiz deb nomerlarimizni olib qolishdi. ZAGSga borib bo'lgan voqeani tushuntirdik va ular meni pasportimni olib qolib bizga domla nikoh o'qish uchun spravka qilib berishdi. Va pasport topilmasa uni yengisini tiklab kelib ZAGSdan o'tishimizga 1 oy vaqt berishdi. 30-oktyabr kuni domlaga nikoh o'qittirdik. 2-oktyabr kuni to'yimiz bo'ldi. Nikoh juda ham zo'r o'tdi. Chimildiqda irim-sirimni qilib hamma chiqib ketdi. Yolg'iz qoldik. Xudoga tavakkal qildim va u bokira chiqmadi. Alloh taqdiriga shukr qildim. Ertasi kuni esa kelinning hayzi keldi. 5 kundan keyin hayzi tugadi. Uyimizda issiq suv yo'qligi sabab cho'mila olmadik. Yaqinlik qila olmadik. Suv kelishini kutdik. Oyim ma'lum sabablarga ko'ra Toshkentda emasdilar. Kelinni akam va kenayimga topshirib 3 kunga ularni ko'rgani ketdim. Qaytib kelganimda akam uyga olib keldilar va uyimizga kirmasimizdan oldin bir tashvish bor, shuni hozir aytishim kerak dedilar. Men kelishimdan 1 kun oldin kelin ko'cha supurgani patizga chiqibdi va supurgini tashlab ketibdi. Uyimizdagilar peshingacha uni qidirishgan va peshinda uni o'zi oyisiga tel qilib, "Men Chorsuvdaman" debdi. Ertalab uni jin chalib, o'zini bilmagan holda bozorga ketib qolgan ekanmish. Uni abidda uydagilar tashlab ketishdi. Hozir uyda ekan. Akam esa kelin nimadandir qo'rqayotganini, nimanidir berkitayotganini
ekanini sezib telefon detalizatsiyasini internetdan tekshirganlar va ketma-ket begona bitta nomer o'sha nomerga tel qilib kimning raqamliligini bilibdilar va kelinga aytibdilar. Kelin sir boy bermabdi va akam men hamma narsani bilaman. O'sha bolani topdim. U meni qo'limda. Agar birovga olib borsam, u bola hamma aybni seni bo'yningga qo'yadi. Qamalib ketasan. Yaxshisi o'zing borib haqiqatni ayt deb qo'rqitdilar. Kelin qo'rqib bor haqiqatni aytib bergan. Akam diktofonga yozib olgan. Haqiqat shunaqa bo'lgan ekan. 15 yoshda yiqilganida uni bokiraligiga hech qanday zarar yetmagan ekan. Sal teparog'idan qon oqqan ekan. U 16ni kollejda o'qirdi. O'qishiga borib keladigan avtobusini konduktori bilan tanishib qopti va yigit qizni o'ziga o'tgan yili sumalak paytida oyim bilan tanishtiraman deb seni o'z uyiga olib boribdi. Yigitning uyida oyisi yo'q ekan. Ozgina kutishibdi va hech kim yo'qligida qizni yigit zo'rlab qo'yibdi. Va o'sha yerda qizga o'zim senga uylanaman deb va'da beribdi. Ular bir-birini yoqtirib gaplashib qolishibdi. Yigit uylangan va ajrashgan, ham bitta bolasi bor ekan. Yigit qizga hozircha uylana olmasligini tushuntiribdi. Bu qiz esa to meni ko'rguncha kimlar bilan qanaqa munosabatda bo'lganligini Xudo biladi. Bu shubham haqiqatligiga sabablar juda ko'p. Fotihamiz bitdi va to'yimizga 10 kuncha qolganda o'sha yigit yana jonlanibdi. Zaksga boradigan kunimiz qiz ipodromda pasportini o'sha bolaga berib qo'ygan va to'ydan bir kun oldin qochib ketishni rejalashtirgan ekan. Yigit yana eplolmabdi. To'y o'tdi, chimildiqda umuman teyilmagan qizlardek o'zini tutgandi. Hayajonlari, badaniga birinchi marta teyilgandek titroqlari, mana o'sha kuni unga hech kim tegmaganligiga ishonchim ortgan edi. Xullas qiz haqiqiy aktrisa bo'lib chiqdi. Men oyimni oldilariga ketganimdan foydalanib yigitni Jizzaxdagi paxtadan chaqirtirib olibdi va ertalab supurishga chiqish bahonasida yigit bilan mashinaga o'tirib qochib ketishibdi. Yigitni uyiga borishgan. Yigitning akasi bu kelinlik uyidan qochib kelgan ekan. Ertaga militsiya sanlarni qatdan bo'lsa ham topadi, seni qamatib yuboradi deb ularga aytib beribdi. Yigit qizni tashab uyidagilariga qiziz meni boshqa bezovta qilmasin deb ketib qopti. Bizlarning uyimizdagilarga esa qizni chorsidan topishganini aytishgandi. Yigit qizga qattiq haqoratlar bilan boshqa bezovta qilmasligini tayinlagan. Qiz yigitni bu qarorlardan qattiq shokka tushgan va o'zini qo'lga olib, kelinlik uyida men umrbod baxtli yashashga qaror qilgan ekan. U haqiqatlarni eshitib meni ichimda olov yondi. Mehr, ishonch o'rniga qattiq nafrat egalladi. Akam, opamning gaplaridan keyin o'zimga keldim. Shayton vasvasalaridan chekinib Alloh bandasi musulmon ekanligimga va Alloh sinovlariga shukr qilib uyga keldim. Spanada kelin yig'lab turgandi. Shirin gaplar gapirdim. Kelin meni hech narsa bilmagan deb o'yladi. Hammamiz o'zimizni bosib olgandik. Chiroyli gaplar bilan mashinaga o'tirdik va borgunimizcha unga tavba qilgan bu gunohlaringga Alloh kechirimli balki kechirar deb quloqiga shipirladim. Uyiga olib kirdim. Bor gapni ota-onasiga aytdik va kelinga 3 taloq berdim va uydan chiqib ketdim. Qizning bu gunohi kasriga butun qarindosh urug' yuzi yerga qaradi. Qizni uyidagilar o'sha yigit bilan shunchaki bir-birini sevib qolishgan deb o'ylashgan ekan. Qizning otasi esa yosh qizimni ajrashgan yigitga bermayman degan ekan. Qizni zo'rlaganini va shundan keyin zinolar davom etganini esa hech kim bilmagan ekan. Yigitni topib kelishibdi. Yigit barini tan olibdi va baribir qizga aybni qo'yib kerakmas bu qiz debdi. Yigitni rosa urib tepib tashlashibdi. Yigit qizdan butunlay voz kechibdi. Qizning otasi esa farzandini oq qildi. Qizdan butun qarindosh urug'lar voz kechishdi. Qiz endi hech kimga kerak emas. Uning 1 soatlik kayfi 2 dunyoga yetadigan azobini tuhfa qildi. Otasining boshi qattiq egildi. Uning oilasi, qarindoshlari butun el yurt oldida sharmanda bo'ldi. Mana Allohning o'zi asragan ekan. To'yimiz qo'shaloq bo'lgan. Xarajatlar unchalik achintirmadi. Hali zaksdan o'tmagandik. Pasportim toza qoldi. U bilan yaqinlik qilishga ulgurmagandim. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Allohning sinoviga shukr qildim. Hayotning bu qattiq ogohlantiruvidan saboq oldim. O'zimni qo'lga olib Allohdan so'rab yurgan dindor qizni so'rashda yana davom etyapman. Tez orada o'zimga munosib qiz topib yana to'y qilamiz. Inshaalloh hozirgi zamon qizlari ko'zlarini ochsin, yigitlari ko'zlarini ochsin, qushini yig'sin qizlar. Ota-onalar ogoh bo'lsin, yoshlar zinodan tiyilsin. Qiz bilan yigit yolg'iz qolmasin. Shaytonga kuchi yetmaydi. 1 soatlik kayfi uchun 2 dunyo azobiga qoladi.